Nega jim turadigan odamlarni jamiyat zaif deb biladi? Chunki shovqin dunyosida ko'pchilik faqat qichqirganlarni ko'radi. Lekin haqiqiy kuch jimlikda tug'iladi. Tinch odamlar ichkarida o'zlarini quradi. Ular tashqi tasdiqqa muhtoj emas. Tinchlik ko'rinmas kuchning eng baland darajasidir. Men o'zimni haddan tashqari sokin deb his qilaman. Bu kamchilikmi? Yo'q, tinchlik bu inoyat. Agar siz har so'z uchun kurashmasangiz, demak siz o'z qadringizni ichingizda ko'rgan odamsiz. Haqiqiy ta'sir sukunatda tug'ilgan dono so'zdir. Nega men har doim jamoada o'zimni begona his qilaman? Chunki jamiyat ekstravert me'yoriga binoan qurilgan. Ammo tarixni o'zgartirganlar aksariyat hollarda sokin fikr egalari bo'lgan. Jamoadagi yolg'izlik bu sizning noto'g'ri ekanligingiz emas, bu sizning o'zgacha ekanligingizdir. Tinch odamlar rahbar bo'la oladimi? Ha, va ular eng xavfli rahbarlar bo'ladi. Tashqaridan ular jim, lekin ichkarida ulkan strategiya va empatiya bor. Jim rahbarlar odamlarga o'z kuchlarini ochishga imkon beradi, buyruq bermaydi, yo'l ko'rsatadi. Men shovqinli dunyoda qanday omon qolaman? Siz shovqinni to'xtata olmasangiz ham, uning ichida o'z ichki sukunatingizni yaratishingiz mumkin. Tinchlik bu poytaxtdir. Har safar dunyo sizni chaqirganda, ichingizdagi tinchlik bilan javob bering. Shovqin ortida kuchini yo'qotganlar orqasidan yurish shart emas. Sokin odamlar moliyaviy va ijtimoiy muvaffaqiyatga erisha oladimi? Ha, sokin odamlar tinglaydi, o'ylaydi va keyin harakat qiladi. Ularning qarorlari shoshilinch emas, balki chuqur va hisoblangan bo'ladi. Ular ko'rinmaydi, lekin o'z hayotlarini sukunat ichida quradi va bu eng barqaror kuch. Agar men sokinlikni va halimlikni tanlasam, hayotimda nima o'zgaradi? Siz tashqi shovqinlarga bo'ysunmaydigan, ichki orzularga ergashadigan insonga aylanasiz. Sokinlik ichida o'z kuchini topgan kishi hech qanday tizimga, hech qanday tasdiqqa ehtiyoj sezmaydi. Siz o'zingizga, hayotingizga va taqdiringizga haqiqiy egalikni his qilasiz.